Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Durus birinchi kitob, 8-dars, 4-qism. 8-darsda qolgan mashqlar, tamarin, mashqlar. Birinchi mashq 42-43 betga to'g'ri keladi. Ajib anil as'ilatil atiya. Ajib javob ber, anga as'ila savollar, al atiya quyidagi. Ajib anil as'ilatil atiya. Quyidagi savollarga javob ber. Ya'ni har bir savolga 8-darsda kelgan dialogga qarab javob beramiz. Man hadha ar-rajulu va man zalika ar-rajulu. Bu kishi kim va ana bu kishi kim? Hadha ar-rajulu tajirun va zalika ar-rajulu tabibun. Bu kishi tijoratchi va ana bu kishi tabib. Masmut tajiri. Tijoratchining ismi nima? Ismut tajiri Mahmudun. Tijoratchining ismi Mahmud. Masmut tabibi. Tabibning ismi nima? Ismut tabibi Saidun. Tabibning ismi Said. Qolgan savollarga o'zingiz mustaqil javob berib, videoni to'xtatib, xatolarini tekshirib olasiz. Ikkinchi mashq 43-betga to'g'ri keladi. Iqro va kitub. O'qi va yoz. Ya'ni o'qib tarjima qilamiz. Hadal valadu Xolidun va zalikal valadu Muhammadun. Bu bola Xolid va ana bu bola Muhammad. Hada ar-rajulu mudarrisun va zalika ar-rajulu muhandisun. Bu kishi mudarris va ana bu kishi muhandis. Hada al-kitabu jadidun va zalika al-kitabu qadimun. Bu kitob yangi va ana bu kitob eski. Hadihi as-sayyaratu li Aliyin va tilka li Xolidin. Bu mashina Aliniki va ana bu Xolidniki. هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق. Bu eshik ochiq va ana bu eshik yopiq. Liman hadhihi as-sayyaratu. Bu mashina kimniki? Hiya li Abbasin. U Abbosniki. Hiya zamir munfasil bitta muannas uchun ishlatiladi. As-sayyara mashinaga qaytadi, ya'ni hiyadan murod mashinadir, ya'ni u mashina Abbosniki deyilmoqda. Ahadha al-baytu lit-tabibi. Bu uy tabibnikimi? Savol hamza istifhom bilan kelmoqda. Shuning uchun ham javob berayotib harfi javob keltirishlik lozim bo'ladi. La huwa lil mudarrisi. Yo'q, u mudarrisniki. Bu yerda harfi javob manfiy la kelmoqda. Huwa zamir munfasil bitta muzakkarga ishlatiladi. Bu yerda huwa al baytuga qaytadi, ya'ni yo'q, u uy mudarrisniki deyilmoqda. Ahadhihi darajata libni al muazzini. Bu charx, ya'ni velosiped muazzinning o'g'linikimi? Bu misolda ham gap hamza istifhom bilan boshlanyapti. Harfi javob keltirishlik lozim bo'ladi. Shuning uchun ham na'am, ha deyilmoqda. Man hadal valadu. Bu bola kim? Huwa talibun min as-Sin. U Xitoydan talaba. Huwa zamir munfasil bolaga qaytadi, ya'ni undan maqsad boladir. Huwa talibun min as-Sin. Bu bola Xitoydan talaba yoki danga lik qo'shimchasini berib, u xitoylik talaba deb tarjima qilsa ham bo'laveradi. Azalikal baytu jadidun. Ana va uy yangimi? Savol hamza istifhom bilan kelyapti. Shuning uchun ham javobda la huwa qadimun jiddan. Yo'q, u juda eski deyilmoqda. Huwa zamir munfasil uyga qaytadi, ya'ni yo'q, u uy juda eski degan maqsadda. Hadhihi sayyaratu min al-Yabani va tilka min Amerika. Bu mashina Yaponiyadan va anavi Amerikadan. Min harfi jar o'zidan keyin kelgan ism oxirini jar qiladi. Amerika ismi majrur. Jarligi taqdiriy kasra o'rniga fathadir. Nimaga kasrani o'rniga fatha desa? Chunki bu mamnun minas sarf, tanvin qabul qilmaydigan va jar holatda kasrani o'rniga fatha bo'ladigan ismlardan. Nima uchun taqdiriy desa? Chunki oxirgi harfi alif bilan tugallanmoqda va alifga harakat berishlik imkonsiz, mumkin bo'lmaganligi uchun. Oxirgi misol hada sikkinu min Almaniya va tilkal mil'aqatu min Ingilterra. Bu pichoq Almaniyadan va anavi qoshiq Angliyadan. Bu misolda ham min harfi jar, Almaniya ismi majrur, jarligi taqdiriy kasrani o'rniga fatha va Ingilterra ham shunday. Min harfi jar, Ingilterra ismi majrur, jarligi kasrani o'rniga taqdiriy fathadir. Keyingi mashq 4-mashq 44-45-betga to'g'ri keladi. Iqro'il misal al-atiyata thumma kawwin as'ilatan va ajwibatan mislahu. Iqro o'qi, misala misol, fathani qo'shimchasi, al-atiya quyidagi. Thumma so'ng, kawwin tuz, as'ilatan savollar, yuqoridagi fathani qo'shimchasi va ajwibatan javoblar, misla o'xshash degani. Hu zamir bu yerda misolga qaytadi. Fathaga qo'shimchasi. Mislahu ya'ni u misolga o'xshash degani. Iqro'il misal al-atiya thumma kawwin as'ilatan va ajwibatan mislahu. Quyidagi misolni o'qi, so'ng unga o'xshash, ya'ni o'sha misolga o'xshash savollar va javoblarni tuz. Ya'ni quyida misol berilgan savol va javobi bilan shu misolga o'xshash savol va javoblarni
tuzamiz. Liman hazal kitob. Bu kitob kimniki? Hazal kitobu li Muhammadin. Bu kitob Muhammadniki. Liman hazal qalamu. Bu qalam kimniki? Hazal qalamu li Abbasin. Bu qalam Abbosniki. Liman hazal miftahu. Bu kalit kimniki? Hazal miftahu li Aliyin. Bu kalit Aliniki. Liman hazihi sayyaratu. Bu mashina kimniki? Hazihi sayyaratu lil mudiri. Bu mashina mudirniki. Liman hazihil baqaratu. Bu sigir kimniki? Hazihil baqaratu lil fallahi. Bu sigir dehqonniki. Qolgan misollarini o'zingiz mustaqil bajarasiz, xatosini tekshirib olasiz. Shu bilan 8-dars nihoyasiga yetdi. 8-darsda biz 5 ta qoidani o'tdik. Birinchisi, ismi ishoradan keyin kelgan alif lomlik ism u badaldir. Badal u vositasiz hukmda maqsad qilingan tobedir. Tobe degani ya'ni ergashib keluvchi, o'zidan oldinga ergashib keladigan degani. Hukmda degani hukmdan maqsad xabardir yoki fe'ldir. Maqsad qilingan degani hukm unga yo'naltirilgan ismdir va u yo'naltirishlik vositasiz to'g'ridan to'g'ri bo'lgandir. Ergashib kelgan ism badal, ergashilgan ism esa mubdal minhu deyiladi. Amama va xalfa ikkalasi ham zarf o'ziga muzofin ilayh talab qiladi. Uchinchisi al-maqsur ism. Maqsur u mo'rob ism. Oxirgi harfi alif lozim va alifdan oldingi harfining harakati fathali bo'lgan ismdir. Maqsur ismlarning oxirgi harfining barcha harakatlari taqdiriy bo'ladi. Taqdiriy degani talaffuzda va yozuvda bo'lmaydi, balki zehnda va hukmda bo'ladi degani. Taqdiriy bo'lishining sababi at-tahazzurdir, ya'ni imkonsiz, mumkin emas alifga harakat berishlik. Ajamiy, ya'ni arabiy bo'lmagan kalimalarning oxirgi harfi alif bo'lsa, maqsur ismga o'xshab e'robi taqdiriy bo'ladi, alifga harakat berishlik imkonsiz bo'lganligi sababli. Hamda ajamiy kalimalar mamnun minas sarf ismlarni qatoriga kiradi. 8-darsda biz 12 ta yangi lug'atni o'rgandik. 9-darsda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.